Darsimizda Gitni remote repozitoriy bilan qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz. Dars davomida remote o'zi nima ekanligi, URL haqida gaplashamiz. Git fetch, git pull komandalari va ularning orasidagi farq, upstream haqida gaplashamiz hamda fork workflow haqida ko'rib o'tamiz. Local repository va remote repository orasidagi bog'lanishni ko'rib chiqamiz. Local repozitoriyimizda local branchlar ko'rsatilgan hamda undan tashqari remote tracking branchlar ham ko'rsatilgan. Remote tracking branchlar bo'lib, read-only branchlar bo'lib, faqatgina git fetch yoki git pull komandalari run bo'lganda update bo'ladi. Bu branchlar bizaga remote repozitoriyadagi branchlarni aks ettiradi. Remote server bu GitLab yoki GitHub shunga o'xshagan server bo'lishi mumkin. Bu serverlarga git push komandasi orqali ma'lumotlarni yuborishimiz, ya'ni commitlarni yuborishimiz va git fetch yoki git pull komandalari orqali remotedagi boshqa developerlar yuborgan commitlarni o'zimizni local repozitoriyga yuklab olishimiz mumkin. Origin so'zi remote serverga shunchaki standart berilgan nom, buni biza xohlagancha berishimiz mumkin. Git clone komandasini run qilganimizda git o'zi standart ravishda origin nomini beradi remote serverga. Local repozitoriydan turib remote repozitoriy bilan connectionni boshqarishimiz uchun quyidagi komandalardan foydalanamiz. Git remote dan boshlanadigan hamma komandalar remote repozitoriyni boshqarish uchun ishlatiladi. Local repozitoriyga bironta remote repozitoriyni bog'lab olishimiz uchun git remote add komandasidan foydalanishimiz mumkin. Add so'zidan keyin repozitoriy uchun o'zimiz nom beramiz. Keyinchalik shu remoteni biza qanaqa nomlashimizni gitga ko'rsatib ketamiz. Standart ravishda origin so'zi berilgan va bu nomdan keyin repozitoriyni URL'ini ishlatamiz. URLni ikki xil holatda berishimiz mumkin: HTTPS yoki SSH. Bu holatda HTTPS ko'rsatilgan git remote-v komandasi bilan fetch qilinadigan va push qilinadigan URLlarni ko'rishimiz mumkin. Agar local repozitoriyga qo'shib qo'yilgan remote repozitoriyni nomini o'zgartirmoqchi bo'lsak, rename komandasidan foydalanamiz. Local va remote repozitoriylar orasidagi connectionni uzib qo'yish uchun remove komandasidan foydalanamiz. Bu komandada remotedagi repozitoriy o'chib ketmaydi, shunchaki local va remote orasida bog'lanish uziladi. Git fetch va git pull komandalari remote repozitoriyadagi yangi commitlarni local repozitoriyga yuklab olish uchun ishlatiladi. Oldingi slaydlarning bittasida ko'rdikki, local repozitoriyda asosiy branchlardan tashqari remote tracking branchlar borligini ko'rdik. Bu bizaga remotedagi branchlarni aks ettiradigan read-only branchlar. Git fetch komandasi remotedagi yangi commitlarni xuddi shu branchlarga olib tushadi, ya'ni remote tracking branchlarga. O'zimizni asosiy branchlarda bu ko'rinishi uchun yangi commitlar remote tracking branchdan merge qilib olishimiz kerak. Git pull komandasi bo'lsa, git fetch hamda git merge komandalarini bir vaqtda ishlatadi. Birinchi barcha o'zgarishlarni remote repozitoriyadagi yangi commitlarni remote tracking branchlariga olib tushadi va bizani asosiy branchlarimizga merge qilib beradi. Git pull komandasi merge'ni ishlatgan paytda merge mavzusida o'tganimizdek fast forward yoki bo'lmasam 3-way strategiyalari ishlatilishi mumkin. Va 3-way strategiyasi ishlatilganda albatta qo'shimcha merge commit yaratiladi. Git pull komandasiga --rebase optionini berishimiz bilan merge emas, biza rebase qilib olishimiz ham mumkin. Ya'ni bunda merge commit yaratilmaydi, chiziqli tarixga erishamiz. Shu bilan birga bu holatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Konfliktlardan yoki bo'lmasam commitlarimizni hashlari o'zgarib, tarix o'zgarib ketishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Local repozitoriyda yaratib qo'ygan yangi commitlarimizni remote repozitoriyga yuborish uchun git push komandasidan foydalanamiz. Git push komandasidan keyin remote repozitoriy nomini yozamiz. Standart holatda bu origin bo'lishi mumkin va undan keyin remote repozitoriyni qaysi branchiga ma'lumotlarni yuborish kerakligini, ya'ni commitlarimizni yuborish kerakligini ko'rsatamiz. Xuddi shu git push komandasiga -u optionini qo'shadigan bo'lsak, biz uchun upstream tracking sozlanib qoladi. Keyingi git push komandalarimizda branchni nomi va remote'ni nomini ham ko'rsatishimiz shart bo'lmaydi. Shu upstreamga yuboradi bizani commitlarimizni. Git pull komandasi ham xuddi shunaqa. Agar remote va branch nomini ko'rsatmaydigan bo'lsak,
upstreamda ko'rsatilgan, upstreamda sozlangan remote va branch nomidan foydalanadi. Git pull komandasi git push komandasiga teskari, ya'ni git pull va bironta remote hamda branch ko'rsatadigan bo'lsak, o'sha biza ko'rsatgan remote va branchdan yangi commitlarimizni localda biza turgan branchga tushirib beradi. Ayrim holatlarda ko'rishimiz mumkin, fork qilgan holatda developerlar ishlashadi. Commitlarni fork qilib olish bu upstreamdan bo'ladi, ya'ni asl repozitoriy. Siz qaysi repozitoriydan fork qilayotgan bo'lsangiz, shu asl repozitoriy. Local repozitoriy bu sizni o'zingizni kompyuteringizdagi git repozitoriy. Origin bo'lsa, mabodo siz agar o'zingizni boshqa remote repozitoriyingizga commitlarni yuboradigan bo'lsangiz, bu sizni o'zingizni origin server hisoblanadi. Qachonki biz commitlarimizni push qiladigan bo'lsak, bu originga yuboriladi. Fetch qiladigan bo'lsak, upstreamdan fetch qilib olamiz. Keyingi darsimizda tag va releaselarni o'rganib chiqamiz.